Hürmetli vatandaş, endi muhokama ve kısa haberlerini sizlerge takdim kılımız vatandaşlarım. Bugünkü islaha 2021 yıl 8. ayının 11. günü. Geçirenler. Kısa haberler. Vaziyet reaksiya devri koykayak. 260 bin yürüyüşlük şirkette kaldı. İktisat tüvengi seyrildi. İşçiler işsiz kaldı. 8. ayının 11. günü Yandong Dubai, YouTube. Cungo'da virüs, yuqumliq virüs yana partlap çıktı. Öyden çıkıp havadan nefes alay desen bu öy piçetlendi. Mumay köhtet algılı çıkıp öyge qaytay dese qaytqılı koymadı, öy piçetlendi. 8. ayının 10. günü YouTube halkılık beytle. Bidayxadan kötürülgen şamal. Liko Çangıroy küçük işki başladı mı? Xi Jinping Groy'nin zayıfleşkenliği açıklandı. Şinjan her bir ayında gayri hareket yüz verdi. Müstemlik Uyguristan'da her bir ayında gayri hareket yüz verdi. Kumandanın qayerga ketganligi ma'lum emas. Chimpokong YouTube 8. ayının 9. günü. Litvan Tayvanda vakolatxona qurdi. Afsuski, Jungo Litva turishliq bosh elchisini chaqirtib oldi. Tayvan bilan Amerika munosabati eng yuksak jiddiy bir holatda turibdi. Amerika senatori Tayvan Jungo qaraga oladigan nishon dedi. 8. ayının 11. günü YouTube pulga qaraydigan yillar. Bu şu haberler, kısa haberler, meyli ilgili, meyli keyin bolsun, tor betire kilip duruvatıdı. Körüp duruvatıslar vaziyetini vatandaş, ben başta ettim, en sezgör, belki en nazik bir haber, bugünkü vaziyetinin üstüdeki, ya iki haber, men bence o değil olsa, bunu koyup duraylı, konu haber değil. En ağır haber, Litva'nın Tayvan'da vakolatxona qurishi. Litva'nın Avrupa İttifaqıga a'zo davlat bo'lib qolishi. Hozir Avrupa İttifaqıga a'zo davlatlar Litva'ni qo'lladi. Uni ya bu to'g'rida tanqid qilgani yo'q, yoki boshqa bir og'iz gap qilgani yo'q. Hatta Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati qo'lladi yoki sukut qildi. Hisobda hozir Litva Avropada baş ko'targan, yani mustabbitizmga qarshi baş ko'targan g'ayratlik va qahramon davlat bo'lib qoldi. O'zi kichik, jasoratli davlat bo'lib qoldi vatandoshim. Men shuningdan shundoq o'ylayapman ki hozir mishada bir ish boshlanamdi qandaq. Bu yerdagi munosabatdan aytganda Jungo bilan bo'lgan diplomatik munosabatni uzib, Jungolik o'zi dedi, diplomatik munosabatni o'zimiz dedi bu xabarda. Agar Jungo diplomatik munosabatni uzadigan bo'lsa, Litva Tayvanda vakolatxona quradigan bo'lsa, shu vakolatxonaning o'ng tarafi, sol tarafida divaylab turgan yana bir vaziyat bor. Agar Jungo Kompartiyasi qo'pollik bilan Litva bilan diplomatik munosabatni uzadigan bo'lsa, o vaqtda Litva Jamhuriyati Tayvan bilan diplomatik munosabat o'rnatishi mumkin bu. Bundaq bo'ladigan bo'lsa, portlash karakterli haber ve bütün dünyada partlaş, zilzili paydo qiladigan haber bulup qoladi. Bu yerda hozir Litva'nın nochilik qilishi, o'zi nochi davlatga o'tirg'i chiqishi, xalqaro vaziyat, xalqaro kayfiyat, xalqaro jamiyatning Xitoyga tutgan muomalasi, qaratgan pozitsiyasi yoki xalqaro jamiyatning bir mustabbit kommunizm, Osiyocha kommunizm, Osiyocha mustabbit Muşundaq bir devlet tutgan muamelesi de nazik özgürüş buluvatıdı vatandaşı. Bu bir hareket. Jungo bilan diplomatik munosabatni uzish. Bu bir hareket.
Tayvanda vakolatxona qurish. Mushu oraliqdagi ehtimollik intayin xatarlik ehtimollik. Ya'ni vaziyat uchun portlash elib keladigan intayin xatarlik ehtimollik Litavan davlati jumhuriyati Tayvan bilan diplomatik munosabat o'rnatamda qandaq? Mushu paytda o'rni tutishi mumkinmi? Yoki vakolatxona qurish bilan cheklanamdi? Bu intayin eg'ir vaziyatning nayt nozik tarafi hurmatli vatandoshim. Nayt eg'ir vaziyatning nayt nozik tarafi. Hozir siz ko'rib baqing, ikki tarafda ikki rayon. Mustamlik Uyg'uriston Jungoning g'arbi biz. Shunga sizlarga nima dedik? Jungo bu tarafda, g'arb tarafda urush qo'zg'amoqchi yoki urush to'qinish maydoni ochmoqchi bo'lyapti masalan. Hindiston chegarasi masalan, Xinjiang mustamlik Uyg'uriston chegarasi dedi. Biz savol qo'ydik vatandoshlarim. Mustamlik Uyg'uriston chegarasida kim bilan urush ochmoqchi esa, ya'ni yig'ib aytsak Hindistondan boshqa ikkinchi bir davlat yo'q sen bu yerda urush qiladigan hozir. Hesapda kim bilan urush qilmoqchi? Bugun tuyuqsizda Chimpokun konu obzorchi vatandosh. Konu obzorchining so'zi nim bo'ldi? Xinjiangning junchi dedi. Uyg'uriston mustamlik harbiy rayoni qo'mondoni g'oyib bo'lib ketdi, nega ketdi? Bu qo'mondan yaqinda almashtirildi. Esingizda bu xabar berildi, radioga boshqa yerlarda men so'zlamadim. Qo'mondan yaqinda almashtirildi. Yenidan almashtirilgan qo'mondan yana g'oyib bo'ldi desa, siz shuningki vatandoshim intayin vaziyat nozik bir davrga kirganda bir davlatning qiladigan cho'ng ishi nima desangiz, armiya qo'mondonlarini, armiyaning turishlik o'rnini almashtirish bu. Yaqinda Junanxayni qo'g'dash polkining qo'mondoni almashtirildi. Qari siyosiy yo'llar, qari davlat rahbarlarini qo'g'daydigan qismlarning o'rni almashtirildi, qo'mondoni o'rni almashtirildi. Shuningdek, Beijing shahrini qo'g'dayotgan garnizonning qo'mondoni almashtirildi vatandoshim. Mush bidayha yig'inidan burun almashtirildi. Davlat yoki hukumat qanday ahvolda mushu vaziyat kelib qoladi desangiz, vaziyat shu holga kelganda davlat hukumat rahbarlarida armiyaga bo'lgan ishonch davolg'ish davri kirib kelgan. Bo'lib bu Jungodok davlatda, mustabid davlatda davolg'ish davri kirib kelganda uning qo'mondonini, uning komandirini, uning armiyaning tutgan o'rnini, turgan o'rnini almashtirgan ish chiqdi vatandoshim. Hozir Chimpokun dedi, Xinjiangning qo'mondoni. Xinjiang harbiy rayonining Xinjiang Junchini deylik Xitoycha qo'mondoni g'oyib bo'ldi, nega ketdi deydi. Tarixdan bir shunday ulug' makonki, tarixdan bir shunday mazlum makonki, huquqsiz, shunday ulug' makonki, har qanday mustamlikchi Uyg'uristonda mag'lub bo'lgan edi. Gomindan, Shingsisa, Yangzheng deganlar, siz bizga tonish odamlar, ya'ni militaristlar, Xitoy militaristlari Uyg'uristonda mag'lub bo'lgan edi. Shuningki, Uyg'uriston masalasi bugun xalqaralashib shu chakka yetganda, uning natijasi va uning hal qilish chorasi taqvotirga chiqmay turganda, bu azob uqubatning Uyg'uriston tortib turgan vaqtida beshidan o'tkazib turgan mushundaq nozik daqiqalarda shuningki Uyg'uriston masalasi Jungo Kompartiyasining taqdirini belgilaydigan masala bo'ldi. Tunugun bizlik siyosat nima dedik? Xitoy hozir bu siyosatdan voz kechmaydi. Voz kechadigan bo'lsa, Uyg'uristonda mustaqillik da'vosi ko'tarildi dedi. Ham Tayvandan voz kechmaydi. Voz kechadigan bo'lsa, Tayvan mustaqilchilarining xo'riga o'sib qoladi dedi. Hong Kong qaratgan siyosatdan voz kechmaydi. Voz kechadigan bo'lsa, Hong Kong mustaqilchilar ko'chaga chiqadi dedi. Bu hukm bir ma'nodan to'g'ri. Onun üstüge Jungo Kompartiyasi o'zi belgilagan siyosatni hargiz xato demaydi. Siz bu noqtaga ishining. Uni xato deyish uchun ikkinchi bir hokimiyat shakli Jungo Kompartiyasining o'rniga kelish kerak. Nayti eğer vatandaşa. Kompartiya o'zi hargiz menima xato bo'ldi demaydi. Buning ishini ola. Tushundingizmi? Endi hozir Uyg'uristonning siyosatini kayni qilsang, masalan, yig'ilish lagerini kayni qilsang, ular jamiyatga chiqadi, mustaqillik talab qiladi deb Xitoy shuninga ansirayotdi deb yozdi buyuk Iroq torbeti. Mushunda tahlil qilaylik ziddiyat holati va ziddiyat jarayoni.
ziddiyatning turg'un holati va ziddiyatning jarayonlashgan holati ikki narsa vatandoshim. Hozir mushu davr kirdi. Oxirdagi xulosamiz shuki, Manching ordusida 19-asrda Zozongtang Li Hongjiang darilla, cho'ng-kichik darilla o'ttirg'i chiqib, Zozongtang dedimi g'arbiy chegarani qo'g'dayman dedi. Sababi Yoqub Bag'ni og'dirmoqchi. Li Hongjiang dedi, "Yo'q, g'arbiy chegarani tashlab o'tamiz, dengiz chegarasini qo'g'daymiz" dedi. Bugun ham dal shu vaziyat. Janubiy Jungo dengizi bu bir vaziyat, mustamlika Uyg'uriston taraf bu bir vaziyat. Jungo kompartiyasi hozir ikki tarafga ikki putini qo'yganda qanday holatda qoladi? Ana mushuni siz faraz qilsangiz, tasavvur qilsangiz bo'ladi vatandoshlar. Hozir Jungoning vaziyati, ichki tashqi vaziyati dal mushu nuqtaga kelib to'xtadi.